Загорелся, заискрился телеграммный наш бот. Словно заново родился, ни проблем, ни забот. И душа помолодела, сердце бьется в груди. Ты давай дари подарки, все еще впереди. Это не забава, это не игра. Я дарю подарки. Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Meni ismim Muhabbat, Xorazmdanman. Darupalichada ishladim. Daromadlarimni olishni boshladim. Sizlar ham tavsiya etaman. Ishlanglar, daromadlaringizni olinglar. Boy bo'lgan ayollar 1,5 million, 2 milliondan oyiga daromad topishyapti. Sizlar borib oyiga 3 million, 4 million, 10 million, $1000, $2000 u yog'i ketaveradi. Juda ham ko'p daromad qilishinglar mumkin. Birinchi hamkorlar, men hozir like va Instagramga reklama qilaman. Ikkita ilovaga, ya'ni ikkita ilova yaxshi ketyapti menga. Like va Instagram. Bu ilovalarni sizlarga guruhga tashlab qo'yaman. Va yangi hamkorlarga nima deyman va ular lichkasiga nima deb ma'lumot tashlash kerak va qanday maslahat berish kerak, bularni ham ketma-ketlikda tushuntirib o'taman. Va birinchi o'rinda sizlarga hozir ilovani guruhga tashlab qo'yaman. Kimda Instagram yo'q bo'lsa, birovingiz aytsin, mana shu yerda ekran ulash qilib bir boshdan registratsiya qilamiz yoki like degan ilova yo'q bo'lsa, aytsin. Kimda yo'q bo'lsa, mana shu hammani oldidan bir boshdan registratsiya qilamiz, ko'rsatamiz. Mana shu bahona hamma o'rganib oladi. Kimda yo'q like yoki Instagram. Gapiringlar, ovozim boryaptimi? Assalomu alaykum. Menda yo'q. Siz yazganmisizmi? Yo'q, Facebook, Instagram bor. Like degan ilova kimda yo'q? Bitta birinchi like'ni qilaylik, keyin Instagramni qilamiz. Menda yo'q. Aha. Bo'ldi. Bittalarz ekranga chiqinglar, men bittalarz faqat bittalarz ekranga chiqinglar, iloji bo'lsa. Bittalarga ko'rsatamiz. Kim aytdi? Muqaddasxon opa, vaziyat bo'lsa, iloji bo'lsa shovqin bo'lmasliklari kerak. Bittalarz tushunilmaydi. Behruz va dollar chiqibdi. Ikkala